Verb bu nima? Keling shuni tezda ko'rib chiqamiz. Verbning vazifasi nima? Ya'ni verb degani harakatni bildiradigan so'z. Masalan, eat, run, sleep, watch, swim. Bularning hammasi verb, ya'ni harakatni bildiradi. Keling endi misollar bilan ko'rib chiqamiz. Bitta qoidani unutmang. All sentence contain verbs. Hamma gapda verb qatnashadi. Ingliz tilida verb yo'q, so'zning o'zi yo'q. Verb hamma gapda bo'lishi shart. Keling buni hozir bittama-bitta ko'rib chiqamiz. Birinchi misol. She watches a movie every night. Qo'shsangiz kompleks bo'lib ketadi. Soddalashtirib qo'yganimiz ham yaxshi. She watches. Bu yerda verb watches so'zi. Chunki bu ko'radi, ko'rmoq. Bu ish harakatni bildirib turibdi. Ikkinchi misolga keladi. I read a book. I read a book. Watches ko'rmoq, read o'qimoq. Men a book kitob. Men kitob o'qiyman. Bilasiz, ingliz tilidan o'zbek tiliga so'z tarjima qilayotganda boshida egani aytib turib, keyin oxiridan tarjima qilinadi. Bu uchinchi so'zimiz endi. She eats cakes. She eats cakes. Eats bu yerda fe'l. Mana bu s qo'shimchalari bu present simple mavzusida alohida ko'rib chiqamiz. Bundan xavotir olmang. Keling endi keyingi misolimiz to'rtinchisi bu they run. They run. Nima? Ular yuguradi. Ular har kun ertalab yuguradi, kechqurun yuguradi. Ular yuguradi. Ular ish harakati biror narsani bajarishadi. Keyingi oxirgi 5-chi gapimiz bu she swims in the pool every day. Bu yerda swims so'zi swim suzmoq. She swims in the pool every day. U har kuni nima deydi? Poolda suzadi. Suzadi bu yerda fe'l ma'nosida kelmoqda. Va esingizda tuting, hamma gapda verb qatnashadi. Hamma gapda verb qatnashadi. Shu bilan tamom. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang va yana ko'proq narsa o'rganmoqchi bo'lsangiz, obuna bo'ling. See you soon.